Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum, ekran oldidagi aziz ko'rarmanlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan To'rt televiziyasining bugungi siyosat maydoni suhbat programmasiga xush keldingizlar. Men Farhod Yurunqashliman. Oldi bilan hammangizlarni yurakdan salomlayman va Janobi Allohdan hammangizlarga salomatlik, xotirjamlik, baxt, saodat, baraka tilayman. Aziz qarindoshlar. Bugün rasmi söhbətimizdən başlaşdan burun mən Dünya Uyg'ur qurultiyinin raisi hörmətli Dolqun Eysa efendimning havolasiga asosan Dünya Uyg'ur qurultiyinin yaqin mezgillərdən bu yan Türkiyədə yuz bergan ba'zi hodisalarga bo'lgan rasmiy pozitsiyasini men bu yerda bir bildirib qo'ymoqchi. Men o'zim Dünya Uyg'ur qurultiyinin tashkiliy ishlarga mas'ul muavin raisi bo'lish salohiyatim bilan Dünya Uyg'ur qurultiyiga vakolatdan bu pozitsiyani ifoda qilyapman aziz qarindoshlar. Sizlarga ma'lum yaqinda Turkiya Cumhuriyetining poytaxti Anqarada Büyük Birlik Partiyasining o'rlashtirishi bilan mustabid kommunist hokimiyatining Uyg'urlarga qaratayotgan zulmiga qarshi keng ko'lamli namoyish o'tkazilgan va bu namoyishga bizningki Turkiyadagi aktiv siyosiy faoliyatlarimizning biri hisoblangan Dünya Uyg'ur qurultiyining sobiq muavin raisi Seyit Tümtürk efendim boshchiligidagi bir guruh Uyg'ur qatnashgan va namoyishning oxirida Seyit Tümtürk efendim boshchiligidagi namoyishchilarga Türk saqchilari tarafidan ko'z yashartiradigan bomba, gaz bombasi etish va gaz siqish hodisasi yuz berdi. Biz Dünya Uyg'ur qurultiyi bo'lish suhbatimiz bilan bu Türk saqchilarininki Uyg'ur namoyishchilarga tutgan bu pozitsiyasidan nihoyatda qattiq afsuslanganligimizni bu yerda bildirib qo'ymoqchi. Aziz qarindoshlar, ya'ni butun vatan ichi va sirtidagi butun Sharq Turkistonliklarning, jumladan butun Uyg'urlarning qalbidagi homiysi va ikkinchi vatani hisoblangan Turkiya Cumhuriyetiga bu qilmish haqiqatan yarashmadi. Biz hozir qadar 30 yil mobaynida G'arb dunyosida yüz qatim, hatto minglarcha qatim namoyish o'tkazdik, ammo hech bir zaman, hech bir namoyishimiz hozir qadar bundoq bir muomalaga duch kelmagan. Shunga bu yerda bu hodisaga nisbatan Dunyo Uyg'ur qurultiyining qattiq afsuslanganligini bu yerda rasmiy bildirib qo'yishni muvofiq ko'rdim. Yana shundaqla men bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultiyiga vakolatdan Türkiye'deki atanmış Vatan Partisi'nin reisi, mustabid kommunist hakimiyetinin Türkiye'deki kaniye, zuvani, bayinatçısı, şundakla advokatı Doğu Perinçek'nin ve o riyasetçilik kılıvatkan partinin aydınlık ve başka bütün akbarat vasıtalarının uzun mezgillerden bu yan, bulup mu keyinki mezgillerden bu yan bir yerde Türkiye'de aktif faaliyet yapıratkan, tenis şekilde, kanunluk şekilde faaliyet yapıratkan Seyit Tümtürk başçılığındaki siyasi faaliyetçilerimizge ve Türkiye'de yapıratkan davayımızga yapıratkan bir yerde delil ispatsız töhmetlerge, karlaş kampanyasıga boğan kattık nefretimizni bir yerde eyiplişimizni bir yerde kayıtı bildirimiz. Şundakla biz Dünya Uyg'ur qurultiyi bo'lish suhbatimizdan bu masalaga vaqtida her zaman Seyit Tümtürk ve başka siyasi faaliyetçilerimizdeki yeni de işgallikimizni ular bilan her zaman bir nefes dayanışma içi işgallikimizni bir yerde qayta eskertip ötmekçimiz. Aziz qarindoshlar, biz dünyanın nerede bulaylı Sharq Turkiston davası haqliq bir dava. Biz haqliq dava yapıratkan mayli Seyit Tümtürk efendim olsun, bütün siyasi faaliyetlerimizden bizden yuşurduğan hiç qanday narsamiz yok. Biz bütün faaliyetimizden uçuk aşkar yapıratımız çünkü biz haqliq bir davani yapıratımız. Şundaqla biz dava yapmağa vaqtimizda özümüz turvatkan devletlerin kanun prinsipleriga yol qo'ygan doira içinde tinchlik şekilde yapıratımız. Bunu qayta eskertip qo'yishni muvaffaq ko'rdim. Bu yerda Doğu Perinçek ve onun boshqarishidagi axborot vositalarinin Seyit Tümtürk efendiga qaratgan bu yerdagi töhmetlarga, siyosiy töhmetlarga qarlash töhmetlarga qarata biz bu nihoyatda qattiq g'azabimizni, nafratimizni bu yerda qayta ifoda qilamiz. Chunki bular ninki Seyit Tümtürk efendiga ve Türkiye'deki siyasi faoliyatchiligi ve bu yerda Türkiye'de yapıratgan Uyg'ur Milliy hareketiga, Sharq Turkiston Milliy hareketiga yapıratgan qarlash kampaniyalari amaliyotda bütün Uyg'ur xalqiga qaratilgan bir qarlash kampaniyasi. Biz shundoq tushunamiz her zaman. Aziz qarindoshlar, bu Doğu Perinçek ve onun boshqarishidagi matbuotlarning kampaniyalariga qaraydigan bo'lsanglar, keyingi mezgillarda har kundagidek kundan kunga oshirib o'tadi Uyg'urlarga qaratgan
bu qarlash kampaniyasini bu yerda mustabid kommunist Xitoy hokimiyatininki zuvoni bilan, ya'ni siyosiy suiqasd bilan parallel ishganligini bu yerda ko'rib olib bo'ladi. Shunga bu yerda aziz qarindoshlar saga qilishimiz kerak. Bugun mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga silayotgan zulmi, bo'libmi jazo lagerlari masalasi, 4 million hatta 5 milliondan ortiq Uyg'urning jazo lagerlarida qiyin qisloqda azob-uqubat turayotganligi, bu butun dunyo jamoatchiligi tarafidan e'tirof qilingan, qabul qilingan bir haqiqat, bir paket. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dokladida yer olgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti e'tirof qilgan bir jinoyat. Bütün g'arb davlatlar e'tirof qilgan va chet ellardagi bütün xalqaro kishilik huquq tashkilotlari maxsus odam o'tib, yani tekshirib, analiz qilib, dalillab chiqqan bir isbot. Mustabid kommunist Xitoy hokimiyati bu Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishdan hech bir zaman yushirolmaydi, dunyo jamoatchiligi e'tirof qilgan. Demak, bu yerda Vatan partiyasining atalmish Vatan partiyasininki rais Doğu Perinçek va uning boshqarishidagi uningki matbuotlar va uning atrofidagi qo'lchi maqsadlarniki bu yerda Seyit Tunturk apandagi va Uyg'ur milliy harakatiga apirayotgan qarlash harakatlar amaliyotda dunyoga mayda qo'yganlik. Ya'ni BDTni yolg'onga chiqarganlik, xalqaro jamoatchilikni yolg'onga chiqarganlik, butun dunyo jamoatchiligini, butun xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini yolg'onga chiqarganlik. Biz masalani bu nuqtadan tushunamiz va har zaman bu masalaga kelgan vaqtida biz Seyit Tunturk apandim bilan har zaman hamkorlik ichida ishganligimizni va butun kuchimiz bilan qo'llab-quvvatlaydiganligimizni bu yerda qayta ifoda qilamiz. Yana bir masala Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakolatan men yana shu masalaga bo'lgan pozitsiyamni bildiray. Aziz qarindoshlar, o'tgan yil 12-yangi 15-kuni bu yerda Ali Akbar hojim boshchiligidagi qarindoshlarimiz Istanbuldan Anqaraga yurish yapgan, qattiq sovuq qarmay, bo'ron chaqqa qarmay, 500 kilometrga yaqin yo'lni yurib, ming tasda nihoyat chiroyli shaklda apadi bilan namoyishni hech bir zaman qonun xilab harakat qilmadi. Bu 20 kun minish jarayonida nihoyat tinchlik bilan chiroyli shaklda, go'zal shaklda qonunga hurmat qilgan doira ichida bu Anqaraninki atrofiga yetib keldi va Anqaraga 80 kilometr qolgan Qizilchamam rayonida soqchilar tarafidan to'silindi va majburiy Istanbulga qaytarildi. Bizmi bu masalaga nisbatan Dunyo Uyg'ur qurultiyi velosipedimizdan buningdan qattiq afsuslanganligimizni qayta bu yerda bildirib qo'ymoqchi va bu masalaga kelgan vaqtida Ali Akbar hojim bilan har zaman hamkorlik ichida ishganligimizni bu yerda qayta eslatib qo'ymoqchi. Bu Dunyo Uyg'ur qurultiyining rasmiy pozitsiyasi aziz qarindoshlar. Xo'sh, endi bugungi suhbat programmamizga kelsak, men bayim deb o'tdim. Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamiz biz e'lon bergan bu vaqtda oldin bugungi suhbatimizning asosiy mazmuni aziz qarindoshlar, hozir yaqinqi mezgillardan buyon Xitoy bilan Tayvan o'tirisida munosabatlar yiriklashib qizib ketib bordi hozir. Uningdan keyin Yaponiyada Uyg'ur davosi zo'r bir o'zgarish davo u yerda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan buni aktivchiligida zo'r qiziqish va shundaqli bilasizlar, bu Pasifik rayonida, Osiyo Tinch okean rayonida, Indoneziyada bo'lsin, Malayziyada bo'lsin, Uyg'urlarni qo'llash harakati kuchayib ketyapti va keyin Uyg'urlarni qo'llash namoyishlari o'tkazilyapti. Bu jihatlarni atrofli ma'lumotga ega qilish uchun biz Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki Yaponiya va Osiyo Tinch okean rayoniga mas'ul alohida vakili, Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq muavin raisi va hozirgi Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ilhom Mahmud apandimni bugun atoydan istimizga taklif qildik. Mana ekranda ko'rib turibsizlar, hurmatli Ilhom Mahmud efendim. Hürmetli İlham Mahmud efendim, ataydan vaqtingizni chiqib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizga alayda rahmat aytaman. Chunki hozir Yaponiyada kech soat 11dan oshdi-ku, demak kech soat 11dan oshdi. Rahmat sizga, sizdan ovor qildik kechda. Va alaykum salom. Ya sizlarning shunda bir fursatni menga berganligingizdan intayin xursand bo'ldim. Sizlarga ko'p rahmat. Haqiqatan bizning bu yerda kech soat 11dan oshdi. Shundaqmi shu ekran orqali Dunyo Uyg'ur qurultiyini qo'llab-quvvatlayotgan hamda nurg'un mujmal ideyalar bo'layotgan butun qarindoshlarimiz bilan shu ekranda ko'rishganligimdan intayin xursand bo'ldim. Rahmat sizlarga. Rahmat Ilhom apandim. Haqiqatan sizni avor qildik, chunki bu hozir bizniki va Sharq Turkiston davosi 4 qitada davom qilyapti. Bizning siyosiy faoliyatlarimiz butun dunyoning har qaysi ellarga turalgan. Vaqt jihatdan çok farq va shuning uchun siz biroz nima bo'ldi, ta'sir bo'ldi bu kechda. Xo'sh Ilhom apandim,
siz o'zingiz kutib oldingiz. Yaqında bizning Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Aysabash efendim Ataydan Yaponiyaga ziyoratga borgan va qaytib kelgandan keyin bir xo'shalligini bizga alayda ifoda qildi. Bu xo'shallik nima? Burun borgan vaqtimizda, burun Yaponiyada faoliyat olib borgan vaqtimizda Uyg'urlarning soni nihoyat oz edi. Ilam va bir qancha Uyg'urdan boshqa Uyg'urni ko'rolmaydik. Ammo bu oxirgi qitim Yaponiyaga borgan vaqtimda u yerda Uyg'urlarning ichidan nihoyat qattiq bir milliy uyg'unish harakatining shakllanganligini va Uyg'ur davosiga bo'lgan qiziqishning nihoyat kuchayganligini ko'rdim va bundan intayin suyundim dedi. Ben sizden sormakça İlham efendim, siz hem Yaponiyada o'qigan va bu yerdagi Uyg'urlarni ahvolini yaxshi bilasiz. Hozir Yaponiyada qanchalik Uyg'ur va bu necha vaqtdan nima uchun qiziqmagan bu Uyg'ur davosiga va yaqinqi mezgillardan buyon nima uchun ularda bu xil bir uyg'unish va millat davosiga bo'lgan qiziqish tuyg'usi bu shakllandi bu qaytadan? Yaponiyada hozir biz to'liq bir strategiya qilgan narsamiz yo'q, ammo şu arkadaş şehirle konuş bilişler bilen sohbetlerde bulup Yaponiyadaki Uygurların sahne 3000'den aşıdı ya ki olmasa 3000'e yakın deydiğen bir nesne mukum bir stansepir yok. Hadi siz diğerdeki de reisimiz Dolqin Aysa efendim 11. ayda Yaponiyaga kelgan, Tokyoga kelgandiki mush tarafdagi ülkelerden chiqqan qarindoshlar Dolqin Aysa efendi bilan dadillikla ko'rishib, nurg'un mujmal bo'lgan masalalarni savol so'rab, jihatlardan ro'shan bir javobga erishganligidan xursand bo'lib, nayt yaxshi bir suhbatlar, uchrashishlar bo'ldi. Hadi burun Dolqin Aysa efendim kelgan chog'da shu bir qanchimizlar Dolqin Aysa efendim bilan ko'rishishimiz, u chog'larda ko'pincha qarindoshlarimiz davosiga yoki bo'lmasa bu ishlarga ko'ngil bo'lmagan yoki bo'lmasa uyg'onmagan ish yo'q. Hammasi uyg'oq edi, ammo yana ma'lum xizmat yoki bo'lmasa o'zining berib kelish qulaylik jihatlarida turgan narsalarni o'ylab aqsab tuturup Uyghur davasıga bir kuch qo'shsak deydigan qarindosh intayin ko'p edi. Shunga Yaponiyada Uyghur davası yuqori pallaga chiqishlarmi bu pardani orqada turib mush da'voga kuch chiqargan qarindoshlarimizning yordamida ayirib qarg'il bo'lmaydi. Albatta. Endi bu yilga kelib vatanimiz bo'layotgan ahvollarni ko'pchilik ko'rgandan keyin burun kutgan ba'zi umidlar yoki o'ngishilib qolarmikin degan ba'zi xiyollarning amalga oshmaydiganligi, Xitoy g'oyiblashganligiga ko'z yetganligi qarindoshlarning. Endi hammamiz bir yerga kelib bu faoliyatlarni birlikda yapamsak, Xitoy bizniki tuqqan atanımız, qarindoshlarimiz, tuqqan birodarlarimiz hammani yo'qotishdan voz kechmaydiganlar. Shularni to'sab qilish uchun biz ko'chalarga chiqib, yaponliklarga bu xil ahvolni yetkazish orqali o'zimiz millatini, otanisini, qarindoshlarini qutqizib qilishda boshqa yo'l yo'q ekanligini his qilgandan keyin qarindoshlarimiz oldiga qadam qo'ydi. Va bu nayt yaxshi haqiqatan bu g'arb dunyosida bu xil o'zgarish bor. Masalan, mush keyingi bir yil ichida masalan Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasi o'tirg'i chiqqandan keyin mush uzun yillarning yog'i o'zini mush da'vodan qochirib kelgan, Oyulduzli ko'k bayroqdan qochirib kelgan, to'xtatdi Xitoyni ranjitma vaqtida kelganda Xitoy vatanga berib qolsam bir nima ya Xitoydan biroz manfaat olib qolarmi yoki ziyon zahmatga uchirmasmi deydigan Xitoyga bir xil tama bog'lab yurgan insonlar bordi. Ammo keyin bu Xitoyning bu yovuz niyatini, ya'ni yovuz niyati nima degan vaqtida to'p yakin bir millatni, ya'ni butun Sharq Turkiston xalqini, Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqni butunlay assimilatsiya qilish va irqiy qirg'inchilik orqali yo'q qilish niyatini bular tunib yetdi. Tunib yetgandan keyin hozir faqat Yaponiyadagi ahvollar emas, g'arb ellardan, Yevropa ellardan bu xil ahvollar ko'rilyapti, bizni suyundirdigan. Yo'qolib ketgan qarindoshlarimiz qaytadan paydo bo'ldi. Hozir namoyishning oldingi saplarida men qilyapti, fidokorlik ko'rsatyapti har jihatdan.
nurg'un yushurun kishilar o'tirib chiqdi, bularning ichida davoga foydali, davoga keraklik bu nihoyat yaxshi bir yuzini har qanday narsaning bir salbiy tarafi bo'ldi, ijobiy tarafi bo'ldi. Salbiy tarafi nima? Xalqimiz zulm ichida, azob ichida. Buningki keltirgan bir ijobiy tarafi bu yerda xalqimizni uyg'otdi. Xalqimizni ma'nosini bir silkib o'tishga sababchi bo'ldi bu hodisa. Xo'sh, Ilhom efendi, endi bu Yaponiya dunyoning eng asosli iqtisodiy kuchlarining biri hamda iqtisodiy jihatdan super kuch. Bu Xitoy bilan Yaponiyaning munosabatida har zaman bir davollish bo'lib keldi hamda. Davollish bo'lib keldi. Ammo Yaponiyadagi Uyg'ur davosining Yaponiyadagi ta'siri yildan yilga ishib beryapti hamda. Yildan yilga ishib beryapti. Hozirgi taraqqiyot yuzlanishi qandayroq hozir Yaponiyada qaysi darajaga bordi masalan Uyg'ur davosining to'lanishi va yoki buni qo'llashga erishishi masalan mayli hukumat jihatdan bo'lsin, parlament jihatdan bo'lsin yoki Yaponiyadagi boshqa siyosiy partiya va yoki ommaviy tashkilotlar tomonidan bo'lsin. Bunun da hozirgi Yaponiyaniki amaliy ahvolga qarasak, Yaponiya hukumati shu Yaponiyaniki iqtisodiy birligi, iqtisod birlashmasi deymiz bu. Niki shu iqtisod jihati Yaponiya hukumatini bog'lab olgandek bir xil ahvol ko'rinyapti. Chunki Uyg'ur diyorida bo'layotgan bu shunday bostirish, qirg'inchiliklar yuz berayotgan hamda Amerika muavin prezidenti nutqlarida Uyg'urlarni qo'g'dab qilish to'g'risida Xitoyni ayblayotgan shu bir chog'da aksi Yaponiya hukumati, Shinzo Abe hukumati minglab iqtisodchilarni, korxonchilarni boshlab Xitoyga berib, ko'rishib, Xitoyga nurg'un mablag' soladigan va'dalarni keldi. Demak, bu Yaponiyaga nisbatan tunji qatimliq ish emas. 89-yildagi Xitoy o'quvchilariniki demokratik harakati bo'lgan chog'dimi Xitoy butun dunyoda yolg'iz qoldirgan chog'da Yapon hukumati buni bir fursat bilib Xitoyga nurg'unlagan iqtisod mablag'ni selib, u yerdan ko'p foydalanishni maqsad qilib, Xitoyni bir qutqizib qolgan. Uning Yaponiyaniki Xitoyga kirib, pul tepishga qarab, butun dunyodagi iqtisod gavurlarini ko'z qizirib, qaytadan Xitoy bilan qo'llashib, Xitoy bilan qaytadan yaxshi munosabatda bo'lib, Xitoydagi demokratiyani iqtisod orqali o'zgartiramiz deydigan bir ideya bo'lgan. Mezgil bo'lgan. Endi hozirmi Yaponiya hukumati shunday bir manzillarni o'ylayotganda uni bilgili bo'lmaydi, ammo hukumat shu Xitoy hukumatiga duniki Xitoy qo'llaydiganligi, Xitoy hukumatini jiq mablag' solganligi, Xitoy hukumatining o'lib ketmaydigan ko'zlanganligi qatorliq nurg'un narsalarni Xitoyga ifodasini bildirib keldi. Ammo yana nurg'un so'zlarda yana siyosiy o'yinlar tuzi oldigan so'zlarni so'zlabmi keldi, ammo amaliyotda ketgan salgan mablag' qayta bir foyda chiqmaguncha Yaponiya hukumati Xitoyni qattiq ayblashdan o'zini tortishi tabiiy bir ahvol, davlat manfaati oldida. Bununla birga Yaponiyaniki shu medialari deymiz, bu gazet jurnal deymiz, bu shu televizor, bu jihatlarda nihoyatda Uyg'urning hozirgi ahvolini hozir har kuni degidek Türkiye'deki her xil gazetlarda, jurnallarda her kun degidek Uyg'ur masalasi xabarlanib, yapılgan, xabarlantirayotgan bir xil manzillendi. Demek ommaviy jihatda shu jamiyatda Uyg'urning masalasi nihoyat keng doirada qo'llanishda birga jihatda bunga bo'lgan nihoyat passiv bir xil holat ko'rinyapti. Elbette hozirgi hukumatmi o'zining davlat fuqaroligiga, o'zini saylagan insonlarga bergan ba'zi bir va'dalarni shu Shinzo Abe tahdidi vaqtida ba'zi va'dalarni cho'qim amalga oshirmasa, bu partiyaning kelgusi uchun nihoyat xatarlik bir kelgusi bor. Shunga shuning uchun bular
iqtisod kuchiga foydalanib turib, xalqini bayashat erishgach, o'zining va'dalarini amalga oshirishni birinchi o'rin qo'yibdi deb, shundoq deb tushunsak bo'ladi. Endi u o'zingiz bilgandekidek ayni vaqtida shu Yaponiya Uyg'ur do'st parlament gruppasini qurg'izganmi shu Shinzo Abe efendim o'zi. Shundoq bu g'arb dunyosi tunji qatam bir davlatning parlamentida qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhi bu Yevropa Yaponiya parlamentida qurilgan. Shundoq. Parlament a'zosini yetaklab shu parlament a'zosi gruppasini qurg'izgan. Endi ular o'tkichi partiya sifatida siyosat edi. Endi hozir hukumatli partiya mezgili bo'lg'achqa ba'zi narsalarni davlat manfaatini birinchi o'rin qo'yish ularning vazifasi bo'lgandan keyin, ammo xalq ommasida nurg'un yaxshi o'zgarishlar bor. Shuning bilan birga, endi bizmi hozir qadar Erkin Demokrat partiyasi bir partiyaga yoki bo'lmasa millatchilar bilan bo'lgan munosabatimizni qo'yib qolgan kuchlarga sal qaragan bir taraflarimiz bor. Shundan keyin biz bu xil ayni vaqtda sal qaragan kuchlarga bilan qaytadan birlashib, ularning Uyg'ur davosini. Chunki bizning masalamiz Uyg'ur masalasi bizniki masala, Yaponiyaning ichki masalasi emas. Shundan bu kishilik huquq, demokratiya, qimmat ko'z qarash deydigan narsalarga eng muhim o'rinda qo'yadigan parlament a'zolarini biz do'st qilib, bizning ahvolimizni desak, cho'qim parlamentda shu Uyg'ur masalasi qaytadan bir ko'rib chiqadigan bir muhitni shakllantirgan bo'ldi. Hamda shunga ko'zimiz yetib tirishyapmiz. Buningmi endi hozirgi Uyg'ur qarindoshlarimizniki shu uyg'unishi yoki bo'lmasa bir yerga to'plashib, ittifoqlashib, shu ishlarni bir amalga oshiraylik deydigan irodasimi bu ishlarning amalga oshishi uchun cho'ng bir turtki bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat, bu sizning deganingiz nihoyat muhim bir nuqta. Masalan, Yaponiyada har qaysi partiyalar bilan o'xshash musobaqa saqlash masalasini ta'kidladingiz. Buningdan keyin shu musobaqani saqlab, ma'lum bir partiyaga ishlab olmay, ma'lum bir guruhga ishlab olmay, hamma partiyalar o'xshash musobaqani saqlab, butun partiyalarning, butun ommaviy tashkilotlarning o'xshamagan siyosiy qarashli partiyalarning qo'llashini istashini qo'lga keltirish. Bu aslida Sharq Turkiston milliy harakatining tub yetakchi ideyasi. Bu tub yetakchi ideyani bilmasdan 1949-yilda bu Mantimun Bora Isa Yusuf olib tekin efendimlar tunji qatim ijod qilib keyin bu 50-yillarning boshida Turkiyaga kelgan vaqtda bekitgan bir prinsip hamda. Bu masalan ba'zi hozir saqlanayotgan jiddiy ba'zi masalalar bor. Masalan bizning bu milliy da'voyimiz siz degandek milliy bir da'vo, milliy da'vo. Biz o'zimiz turayotgan davlatlardagi bir ma'lum bir siyosiy partiyani o'zimiz yaxshi ko'rgan bir siyosiy partiyani tutib olib, u siyosiy partiya bilan birlashib boshqa siyosiy partiyaga teng siyosatni hujum qiladigan va yoki faoliyat doiramiz, munosabat doiramiz bir partiya bilan cheklanib qolgan bir ahvol shakllansa, u vaqtda biz marginal bir ahvolga chiqib qolamiz. Bu da'voyimizga ziyon berdi. Shunga bu nonga har qaysi davlatlar faoliyat qilib turayotgan tashkilotlarimiz bunga nihoyat diqqat qilish kerak. Bulubmi O'rta Sharq rayonida faoliyat qilib turayotgan. Shunga bu yerda butun partiyalar bilan o'xshash. Albatta hammamizning qalbida bir yaxshi ko'radigan bir partiya bo'ladi, ammo buni saqlab, agar biz da'vo qilamiz deydigan bo'lsak, men Uyg'urlarning da'vosini qilayotgan bir da'vogar, bir siyosiy faoliyatchi deydigan bo'lsak, u oldi bilan biz o'zimizning milliy manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, o'zimizning ichki hissiyotlarini yushirib, butun partiyalar bilan bo'lgan munosabatni o'xshash doirada saqlab, butun partiyalarniki istashlarini qo'lga keltirishga tirishimiz kerak. Masalan, hozir Turkiyada bu asosda shakllanyapti. Masalan, Büyük Birlik Partiyasining qo'llashiga erishyapti, Cumhuriyet Xalq Partiyasining qo'llashiga erishyapti. Burun birli partiya va yoki ikki partiyaning bo'lgan bo'lsa, bu paydinpay kengayapti. Menimcha yaxshi bir ahvol va bu bizningki burungi ustozlarimiz bekitib chiqqan tub yetakchi ideya. Ya'ni o'zimiz turayotgan davlatlarningki partiyalar o'rtasidagi siyosiy majralarga aralashmaslik, majralarga kirmaslik, majralarda taraf tutmaslik. O'zimizning o'tir yo'l nimamizni saqlash. Xo'sh, Ilhom efendim hakikaten hem de Japonya'da ters hem de Xitoyga yaqin Yaponiya. Bunday sharoitning o'zida bu yerda Sharq Turkistonning bayrog'ini tiklash va Sharq Turkistonning bayrog'ini mavjudligini saqlab qilish va bu da'voning izchilligini saqlab qilish intayin tez. Bu g'arb ellarga, Yevropa ellarga qaragan vaqtda Yaponiyada bu nihoyat zo'r fidokorlik qilgan narsa. Albatta ta'didmi bor Xitoyga yaqin bo'lgani uchun jismoniy ta'didmi bo'ladi bu yerda albatta. Şu yerda qarindoshlarimiz uzun yil o'zini da'vatini tortib kelgan bir ahvol, bir pas bir ahvol bordi. Bu bir reallik.
Hoş endi bu İlham efendim. Bu yakınki mezgillerden bu yan bu Xitoy bilan Tayvan o'rtasida munosabatlar qizib ketib bordi hamda. Bu hozir G'arb manfaatlarininki eng asosida temisi hamda. Xuddi ikki taraf o'rtasida urush, hozir urush portlaydigandek bir vaziyat. Oyoqdan Xi Jinping ta'dis silyapti, biz qurol kuch orqali Tayvan masalasini hal qilishni voz kechmaymiz deyapti. Moyoqdan bu Tayvanninki prezidenti Tsai Ing-wen xonim Umu biz hech bir zaman Xitoyning ta'didiga bo'yin egmaymiz deyapti. Bu o'tirg'i chiqqan keyingi mezgilda o'tirg'i chiqqan bu kriz, bu to'qinishninki manbai nima? Bu hozir bu qaysi darajada taraqqi qilyapti bu hodisa Tayvan bilan Xitoy munosabati. Chunki siz Tayvanga ko'p borsiz, Tayvanning vaziyatini yaxshi bilasiz. Buniki yani Xi Jinping'de bir nayte özüge bir işeş bağlangan bir yesi bultur 11. ayda Tayvan'da 9 mühim şehirdeki sayılımı bir günde elip veriş bir nemesi oldu. Bunun da Kuomintang partiyesi nayte köp şehirlerdeki sayılımı da yeni çıktı. Şunun olan bunun da keyinki Tayvan'daki siyasi buruluş, şu Xitoy bilan birleşiş, Xitoyning bir qismi bo'lib ketish yoki bo'lmasa Xitoyning birligini qo'g'dash deydigan bir tarafga qarab mang'idi deydigan bir xamchot so'qib qolgandek bir xil narsa bu yerda mavjud. Shunga Xi Jinping va qurolli bo'lsinmi seni bosaman, ammo biz qarindoshga qurol atmaydi. Biz yaxshilik bilan birga kelishimiz durust, ammo qurol ishlatishni voz kechmayman degan tahdidlarni sag'ini bilan Xi Jinping unutib qolgan bir narsasi bor. Bu yerda u Tayvanda mayli Kuomintang chiqsin, mayli Mingjin Demokrat ilgirlash partiyasi chiqsin, bu qaysi chiqsin, ular hammasi demokratik saylam orqali chiqadi bu yerga. Shunday. Bir ikki odamniki so'z orqali u o'zgarib, u davlatning tuzumi o'zgarib, u quyuqdan Xitoy tarafga ketilgan ish bo'lmaydi bu yerda. Shunga mushundaq bir tuzumning ostida saylangan bir hukumat bo'lg'achqa, shunga Tsai xonimmi nayati dadillik bilan, nayati yurak bilan men sening u gaplaringni qabul qilmayman. Mening o'ltim demokrat, sen davlatingni mening o'xshash qilgan. Anandaki biz do'st bo'lib o'taylik degan yerga ekan. Endi bu tahdidni Xi Jinping oxir og'izdan chiqargan bo'lgan ekan, bu bizning Uyg'ur davosini Tayvanda taxmi gullantirishda yangi bir fursat keldi. Shunga biz bu yaqin kunlarda bir guruh Uyg'ur do'stlarimiz bilan birga Tayvanga berib, Tayvanliklarga Uyg'ur bo'layotgan ahvollarni Tayvanliklarga yetkazish bilan birga sen hakikaten onun bilan sen bir devlet emas. Sen demokrat asasda yaşayan bir insan. Senin olan Hong Kong bilan o'xshash kunda qolsa, shunga sizniki kunimizga qarab bakdan, Hong Kongga qarab bakdan sen shu nimani demokrat tuzumingni davlatni qo'g'dash uchun sen kuchmisan, o'zingni qo'rdimisan, Xitoy seni yeb degan narsalarni tashviq qilib, Uyg'ur masalasini Tayvanliklarning orasida texmi cho'nqur bir pallaga chiqib, xuddi sizmi diqqat qildingizmi bilmadim. Tsai Ing-wen xonim shu Xi Jinpingning nutqiga radiya nutq so'zlagandan keyin Tayvanning tashqi ishlar ministrligi Xinjiang masalasi deb bir Twitterda bir meseleni oturup koydu. Ne Xinjiang meselesini onuşa deydi. Tayvan bu yerga keldi. Bu yerga kelganda biz texmi kuchab Tayvan xalqini hem de Kuomintang Demokratik ilgirlash partiyasi bular ikkisini lan bizning do'stimiz deb bularni bizning meselemiz orqali Tayvanning kelgusini o'ylashni hamda bizning meselemiz hal bo'lsa bularning meselesi mi tabiiy hal bo'lganligini tushunishni mush tarafda bir kuchish mumkin. Shunda bu hozir masalan Kuomintangninki Uyg'urlar masalasi tutgan pozitsiyasi cho'ng o'zgarish bor. Chunki
uzun yıl Tayvan Kuomintang partiyasi tarafından idare kılıngan. Hem de o mesela Tayvan biz için nayet mühim çünkü yakın zaman tariximizga münasebetlik nurgun arxivlarning hammasi şu Tayvan'da saklanarlı hozir Tayvan muzeumda. Yan birisi bu Kuomintang hükümeti mag'lub bo'lib Tayvan qaçqandan keyin Tayvan'da Şinjan өлкөлүк hükümetine, simvolik xarakterlik өлкөлүк hükümetini ta'sis qilgan ve Qumul valisi aynı vaqtda Kuomintangning Qumul valisi Yolbasbek şu Tayvan'da şu Şinjan өлкөлүк hükümetinki reisi bo'lgan uzun yıl. Uningdagi parlament a'zolari var. Tayvan Kuomintang parlament partiyasining parlament a'zolari Abdullah Timan deymiz, Abaydullah Tiyip deymiz belki, Abaydullah Tiyip ve nurgun Uygurlar var bu yerda yashayotgan. Uningdagi kim bu taqilib ketdi, bu nimani өлкөлүк hükümetini taqib etdi, ama Kuomintang partiyasininki Uygurlarga bo'lgan pozitsiyasi değişik bir o'zgarish bo'lmagan. Endi yaqinqi mezgillardan buyon anglayapmiz, ularga Uygurlar masalasiga bo'lgan pozitsiyada biroz Tayvan Demokratik partiyasi bilan Demokratning ilgari surish partiyasi bilan o'xshash talaffuzga gapirayotgandek bir tuyg'u bor. Shundaqmi deyman hozir? Bak, onun ilam hoş. Bu Tayvan'da Kuomintang partiyasi bilan yeni bir Qingmingdang deydigan xalqqa yakın buluş partiyasi deymiz. Bir qancha Kuomintangdan parçalanib chiqqan bir qancha partiyalar var ama ular jamiyatda yana Kuomintang tarafda turib mushtarak qildi. Bu xil partiyalar biz burun Tayvanga bag'oqlarimizdimi biz bilan yaqinda bir munosabatlarni qilib bizdan nurg'un savollarni so'rab nurg'un jumal bo'lgan narsalarni bizdan egallab qilgan taraflar bor. Demek Kuomintang o'zi qilamagan ba'zi narsalarni o'zidan parchalab chiqargan shu kichik partiyalar orqali nurg'un egallab Kuomintangdagi shu nurg'un partiya tuzumlari yoki taraqqiyot uchun nurg'un foydalanish materiallarini shu partiyalar orqali deb men ashula tushunmayman. Shunga bundan keyin biz Tayvanda bir ish qilamisak, hozir shu ahvolda Kuomintang partiyasi texmu bevosita biz bilan munosabat qurib bizga nurg'un foydali bir ishlarni qilishi ehtimoli yuqori deb o'ylayman. İlham Efendi, mesela bu hali uzun yıl burun, bir 7-8-10 yıl burun Tayvan'da Tayvanlik bazı o'quvchilar ve Tayvan'da o'qiyotgan bazı sertalik o'quvchilar tarafından Tayvan Uyghur Dostluk uyushmasi va yoki jamiyati degan nomda bir jamiyat qurilgan. Bir mezgil bularning faoliyati nihoyat kuchayib ketgan. Nihoyat cho'ng keng ko'lamli namoyishlarni o'tkazdi. Hatto bizningki Uyg'urlarga tunilgan, masalan Xitoy Demokratik Harakatining rahbari deyli, O'rkash Davlat efendimmi Uyg'urlarning ayolsizlik ko'k bayrog'ini ko'tarib shu namoyishda qatnashgan. Bu hozir bu Tayvan Uyg'ur Dostluk gruppasi hozir bormi, mavjudligini saqlayotganda buning oqibati qanday bo'lib ketdi bu? Hozir hech ovozni anglamaymiz, duymaymiz. Yaxshi savol so'radingiz. O tashkilotning ismi Tayvan Uyg'ur Jamiyati. Tayvan Uyg'ur Jamiyati. Tayvan Uyg'ur Jamiyati deb uni Fransiyadan kelgan bir o'quvchi qiz, o'quvchi burundan tat Uyg'ur masalasini aytdi, ko'ngil bilgan hamda Uyg'ur masalasini aytdi, yaxshi bildigan bir fransuz qiz bo'lib, u biz bir qancha qatim Tayvanga bir faoliyatlar qilib o'tgandan keyin Tayvanda men Uyg'ur masalasini to'ntaman deb u bayroqlarni ko'tarib mening avval menga xat yozib bayroq so'ragan vaqtida men Yaponiya Uyg'ur jamiyatining bayrog'i ko'plagan 20-30 dek bayroqni uning avat berib ular ko'chalarda bayroqlarimizni deb namoyishlar qilib qilgan. Ammo afg'onlarda bu bechorani endi nereden chiqdi, kim dedi? Osiyo davlatlaridan deydi. Uyg'urlar sen nima Uyg'ur uchun bayroq ko'tarsan, nima sen Uyg'ur jamiyati deb qurib ketding deb buni aytdi. Haqorat so'zdan so'zganlik uchun jiddiyat yo'qolib ketmadi, ammo o'zimning yomon ko'nglim kelib ketganligi uchun sal to'xtab turdim deb Qattiq uchrabdi-da, unda haqoratga bisim uchrabdi-da. Haqoratga uchrashdi. Endi balkim bu Xitoydagi 50 tiyinlari bununla şu internetler orqali bir besimlarni yoki bo'lmasa bir haqoratlarni qilgan chog'i shuningga bununla sal ağır kelib sal nima qilibdi, ammo yana qaytadan mashada gullantirma desanglar men qo'limda kelishicha
bu Uygur davası için Tayvan'da kolumda kiliş iş kılma deb o tağı yanğını yok. Hem de hazır mesela aşı Fransiyeli kız hem de isim geldi. Aşı teşkilligen namayış bulup Xitayning Şarkı Türkistan'daki atom sınaqlarına karşı yapılan bir namayışı hem de qatnaşqa adam sonu nayet ziyaqtida hem de. Aşı bütün koçu degen bizdinki ayıltuzluq bayraklar bilen pürkünüp ketken acayip heyvet bir konuş. Bayran kalgan bizmi Tayvan'dek bir yerde de hem de Xitayning ta'siri favqulodda kuchli zaten yerim Xitay. Hem de bu hoş mesela keyinki mezgillerde bu Tayvan Uygur cemiyeti veya Tayvan dostluk cemiyetindeki vekili degen salayetler Lin Baohua Doktor Lin Baohua dediğim bir efendim çıktı hem de. Ayol hem de. Bula nimaga vakillik qildi hem de qaysi Endi bu Lin Baohua efendimler şu Uygur dost grupsida Uygur davasını Uygur'un hazır ahvalını Tayvan halkı tanıştırmamız deb Nayte yaxşı adamlarını, Tayvanlıklarını atrafı yığıp kıgantı ama Lin Baohua efendim ve ayalı sel yaşanganlık sebebi o adam bizi bir kalemkeş boğaşka gündüz kalem bilen şogullanış nayte bu Uygur davası için vakit çıkarış nimesi nayte tövenlep ketkenligi için bu adam sen Erkin Asya Radyosu ve özüneki şu Tayvan'daki makale yazılan gazetelerde karanlık alda Uygurların azık ahvali olanı çıkıp kevatıdı. Ulamı ağını yok. Nayte yaşlı Uygur davası tecrübe kevatıdı. Hakikaten siz degandek bu mesela Lin Baohua efendimninki Uygurlar meselesi hakkında naqattiq hem de Xitayga karşı. Yazılan makallarını mı körep turvatınız? Hoş efendim hem de Tayvan düdütel siz mesul dairine ait köp boğaçka aslatsa bir Japon'dan Tayvan göttük hem de Tayvan'da bir Tayland müteyli deyme. Çünkü sizin aynı vakti Tayland köp ketim berip bu Tayland türümleri de eğitibatkan bu yerdeki musafir lagırlarda Tayland türümleri de eğitibatkan kırındaşlarımız neç ketim dünya kurultuyu vakatan berip yoklap geldiniz bazı uların bazı işlerine bir yerde anlatılış için bağdınız. Keyin xabarınız var, 11 nefar kardeşimiz Tayland türmesinden geçip bu Malaysia nimesi bu yerden Türkiye'ye bir kaç gün oldu. Türkiye İstanbul ayrılımı tutulgan 70 günge yakın. Onu koyup verdi. Ular hazır ailesiyle erişti. Allah şükür. Bu hazır hem de Tayland türmesi yeni yetim atkan 50'den artık kardeşimiz var hem de hazır geçen. Bular hem de Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki şu yerdeki Musafirlar Ali Komiserliği'ninki nemesi ilçe kan mesela de. Bulanın akıbeti kandak bula mesela de. Kandak bir yeni bir neme var mı üzülüş var mı bu Tayland türümlerde hazır yetibatkan kandaşlarımız hakkında? Endi bu mesele kelgan vaqtida hazır hem de Tayland hükümeti turvatkan kappaga elbette nefer qarindoshlarimizning meselesi doğrusida biz aşı bir yerim aşı Tayland'da turup aşı qarindoshlarimiz qutquzuş jarayonida nurg'un faaliyetlerini biz bilan birga qilgan endi bizni aşı türmelerin ichiga akirib ruxsatlarni akirib bu qarindoshlarimiz bilan ko'rishtirgizgan şu faaliyetçi danglik şu Tayland'da Noposuba danglik şu kişilik hukuk faaliyetçileri o hazır hükümetteki şu resmi de hazır o qarindoshlarimiz yeni beriş hukukunu mu çeklep tuğandı. Şöyle yakın kemes o sormaz. Ama Uygurlarını o Tayland hükümeti hazır ahval aslında Xitayga çokum kaytırmaz. Lakin Tayland'da bu Uygurlar doğrusunda muzakir qilish, Uygurlarını qutquzish doğrusunda hareketini bütünlay cheklash degan bir xil nayetli pasif bir holatda. Bununla bizning o dostlarımızmı intayin absurd ahvalda turvatidi. Endi yana endi u Taylandmı yanıda demokratiya bo'lgan tarixi ancha uzun bo'lmagan davlat bo'lib chiqdi bilan endi yana qaytadan demokratiyaning ta'min etilgan xalq yana qaytadan hozirgi
harbiy hokimiyatini tushib ketishni talab qilish ehtimolligi yo'q deganda bo'lmaydi. Shundoq. Kelganda andan keyin bu qarindoshlarimizning bir masalalari hal bo'lamdi yoki xalqaroning kuchi orqali saman ostida suygatish degandekidek bir yo'llar bilan bu qarindishimiz qabul qilgan bir davlat chiqdi deb uni aketga bo'lamdi. Hozir aslida bunga biz bir ishonchli bir javob bermak bek tez. Haqiqatan bu 3-chi davlatni tepishi bak tez bo'lib qoldi hozir. Bo'libmi shu Suriya, Liviya urushlari endi bu Yevropa, başta Yevropani deb turaymi hozir. Bu Yevropaga zo'r keng ko'lamda millionlab bu urush musofirlarini qochib kelish to'lqini. Sebepçi oldu. Bunda olgandan keyin hozir Yevropa Birlik a'zo davlatlarniki ko'chman qabul qilish va yoki siyosiy panalliklarni qabul qilish Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar oliy komissarligini vasitasi orqali qilish imkoniyati qolmadi. Burun tizdi. Mesela 2 yıl saklaydı Kazakistan, Kırgızistan'daki şu musafirlar oliy komissarliginiki BDT'ninki aşağıdaki bürolar orqali iltijop naytsiz qabul bo'lib kelgan qarindoshlarimiz bor. Bu hozir to'xtadi. Bu shu Suriya urushlari, Irak urushi, Liviya urushlari sababidan hamda. Bu munayet bir ahvol bo'ldi. Hammamizni qonigan yarısı hozir Tayland turmida yetayotgan qarindoshlarimiz. O turmidan farqi yo'q. Ular bir kuni, bir yildek bilindi hamda. Onun ustiga u biraz nambriya Uyghur xalq qurg'oq yerda yashab kelgan xalq butun Allohning badini yiringlab ana bir qancha qarindoshimiz bir kichik farzandimiz shahid bo'lib ketdi. Nima bo'ldi? Amal yo'q bizning qarindoshlarimiz shu turmadan qaytishga majbur bo'ldi endi. Burun masalan siz nisbatan badingiz bag'avatingizda ko'rash tikildi salatdi. Ba'zi zavol qilgan u yerdagi ba'zi kichik huquq tashkilotlar berib yo'qlaydi. Hozir ularga bo'lgan qamal taqib bo'lgan siri ishib ketib bordi. Masalan o'tganda ham bir qarindoshimizni o'tgan to'q Qurultay nomidan Avstraliyani qaytarib etdi mesela kirgizmay. Buningdan keyin Umar Qanot apandim bor Dunyo huquqiy ijro komitetining raisi Umar Qanot apandimni majburiy chiqarib etdi. Shunda bir ahvol inshaalloh bu yana vaziyat yaxshilanib qolar. Albatta bu yerda televizor ko'ruvchilarimiz shuni eslatib qo'yay. Ya'ni musofirlar masalasi bo'libmi Tayland turmalari yetayotgan Uyg'urlar masalasi Dunyo huquqiy eng asosiy kun tartiblaridan birisi. Buni kun tartibini tushirayotgani yo'q va unutibmi ketgani yo'q. Har qatim Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga borgan vaqtida shu musofirlar oliy komissarligi bilan ko'rishib, buni suylayotdi va bularni qabul qiladigan uchinchi bir davlatni tepish uchun bu yerda tirishchilik ko'rsatyotdi. Inshaalloh bu tirishchilikning bir natijasi chiqib qolar va Tayland turmusi yetayotgan qarindoshlarimiz baldırak hürlikka, erkinlikka erishib, erkin davlatga kelib. Xo'sh, efendim hozir 3 davlatni tugatgan bo'ldik. Masalan, siz hamda shu Yaponiya va Pasifik rayoniga mas'ul alayda vakil Dunyo huquqining. Bu yana siyosiy vaziyatni yaxshi kuzatib turayotgan birisi. Keyingi mezgillarda hamda bizmi haqiqatan bizni suyundi Uyg'urlarni bu Malayziyada masalan Bilib Indoneziyada deylar, Indoneziyaning 10 necha shahrida biroqla Uyg'urlarni qo'llash nəhayət qattiq Xitoyga nisbatan hamda namoyish bo'ldi. Hozirgacha davom qilyapti bir qancha kun burun. Agarchanda Xitoy hukumati Uyg'urlarga qaratgan Uyg'ur diniy qarindoshlarimizga qaratgan zulmni to'xtatmasa, jazo lagerlarini taqatmasa, biz ularga jang e'lon qilamiz degidek talabimizdan qattiq bir talabimiz. Qilyapti ham bu yerda Malayziya nimasi bo'lsin, tashqi ishlar ministri hukumatning yuqori darajada xodimlari bo'lsin, bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziliklarni bildiryapti. Bu linki masalan taraqqiyot ahvoli qanday? Bundan keyin bu 2-3 qatimliq namoyishdan keyin to'xtab qolamdi yo bangadigan bir harakatmi bundan keyin davom qilamdi bu? Malayziya, Indoneziyadagi norozilik harakatlari. Şu meseleni müşkettim bir mühim bir orun koyup bir sözleydiğen. Koş. Şu Japonya'nınki pek mühim rol oynaydıgan yeri şu Asya devletlerinde meyli Avrupa olsun, meyli Amerika olsun kalan Avrupa devletleri beriş karganda Japonya'ya okuş, hizmet izleş bu Şərq Cənubi Asiya dövlətləri nisbətən bir qədər asan toxtaydıgan bir rayon. Şunlaşda Yaponiyada bizning təşviq qılayotganımız Yaponiyadakı şu Uyğur qarindoshlarimizni o'zining xizmatdoshlari, o'zidagi saboqdoshlari, o'zidagi tonish bilishlari qo'shildi shunda Şərq Cənubi Asiyalik musulmonlar bo'lsa
Mayli musulmonlar shart emas. Ash davlat insonlar bo'lsa, ularga Uyg'ur masalasini deb, ularniki davlatidagi yoki bo'lmasa Yaponiyada mavjud tashkilotlar bilan bir munosabatlarni qurib, ular orqali Uyg'ur masalasini o'zining davlatlarida taxim kuchaytirish. Hattoki bo'lsa Yaponiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizning mablag' yig'ib, bularga hurmatlarni, bularni biz manbani bersak, bular o'zining tillariga tarjima qilib, bu ishlarni bir qilish, shu planlarda bo'lyapmiz, hamda uning oldingi bosqichlari hozir bo'lyapti. Masalan, shu yangi yil jarayonidami, masalan, bugun yakshanba kunimi bir qancha shaharlarda shu indoneziyalik, malaysiyalik musulmon qarindoshlarimiz yig'ilishib, Uyg'ur qarindoshlar, bizning Uyg'ur qarindoshlarimizni chaqirib, Uyg'urning hozirgi vaziyatini, hozirgi masalasini bizga tushundirgan. Biz buni taqim jiq odamlarga tushuntiraylik deb, o'shanda bir faoliyatlar bo'lganligini biz bugun uqdik, endi nayt xursand bo'ldik. U so'zlarga chiqmoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz tunoganda tatib bugungacha menga telefon qilib, "Ilam aka, bu bir ishlar botdi, biz qilsak, biz qilaylik dedik. Manda narsalarni qanday desak bo'lar, qanday narsalarni ularga avval qilsak bo'ladi." Ularga bizning o'zimiz bilgan qadar narsalarni yetkazib, bundan keyin bizniki shu masalalarni eng muhim o'rinda, endi shu Indoneziyada bizga namoyish qilib, bizning ishimiz uchun namoyish qilib, shu kuni kechdimi, atsi bir qattiq bir yartalash bo'lib, u yerda bir masalalar, odam o'lish, yo'qolib ketish, mushkul yordamlash masalalar bo'lgandan keyin shu Yaponiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimiz Uyg'urlarning kuchida bir iyani to'plab, buni Indoneziyadagi tashkilotlarga yetkazish faoliyatlarini ilib beryapmiz. Bu orqali biz texmo shu bo'lgan Indoneziya, Malayziya, Filippin, Moshadagi oldi bilan musulmon qarindoshlarimizga bo'lgan munosabatni cho'nqurlashtirib, vatanda bo'layotgan ishlarni har vaqt biz uqqan shu sekundlarda bularni uqtirish, bundan keyingi bizning eng muhim vazifalarimiz bo'lganligi. Hamda shunda qilganda biz uchun ovoz chiqaradigan insonlar ko'payganda, bizning vatandagi qarindoshlarimiz, millatimiz ozroq bo'lsin-mi, uqubatlardan ozroq yengillishi mumkinligiga yetganligi uchun bundan keyin mushkul faoliyatlarni akbirish Yaponiyadagi butun Uyg'urlarniki eng muhim vazifasi qilib, bu yilgi xizmatlarimiz ishlarni qararan hamda shunday suhbatlarda bo'ldik. Buningdek ashab bo'lsa. Rahmat, haqiqatan bu Dunyo Uyg'ur qurultayiniki bu yillik 2019-yillik asosiy xizmat nishonlarining biri. Albatta bu xalqaro siyosiy sahnadagi apirayotgan davoyimizni texmo yuqori pallaga ko'taramiz. Shuning bilan birga bu yil asosiy nishonlarning birimi yana faoliyat nishonlarining birimi yana islom ellari hamda va har qaysi davlatlardagi, g'arb davlatlaridagi islom tashkilotlari bilan hamkorlashib, Xitoyga, kommunist Xitoy hokimiyatiga nisbatan keng ko'lamda jiddiy bir besim shakllantirish. O'tgan yili qattiq bir besim shakllantirdik. Darhol buning unumini ololmagan bo'lsam, asosda buning unumi ko'rilishga boshladi. Xitoy hukumati hozir masalan keyingi kelgan xabarlarda u yerdagi jazo lagerlaridagi sim to'saqlarni elib o'tib, yolg'onda u yerdagi jazo lagerlarida yotgan odamlarga besim qilib, biroz chet ellik ya muxbir tashrif kelib qolsa, jazo lagerlari to'g'risida bir yig'iz gap qilmaysan, uning ishga avval haqida bir yig'iz gap qilmaysan deb, odam uymi-uy hozir tanbeh berib bu hamda necha vaqtni yushirib kelgan, yushiramaydigan darajaga bordi. Yushiramaydigan darajaga ko'rib, bizda u jazo lagerlari yo'qdi, oqchi-ko'kchi ishga o'rinlashishdan burungi tarbiyalash kasb o'rganish kurslari bor deb, hozir shu kasb o'rganish kursidagi bir yolg'on manzarni yasab chiqibdi hozir. Sharq Turkiston bo'lib, Sharq Turkistonniki Uyg'urlar zich o'tiraqlashgan rayonlarda va nihoyat muhim bir ishonchli xabarni oldik bugun. Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy organi bir ma'lum bir Sharq Turkistonga borgan chet el axborot agentligidan, balkim ertaga buning chet el matbuotida keng doirada taqilishi mumkin. Xitoy hukumati shu dangliq chet el matbuotlarininki Bejingda turishliq nihoyat ko'p sondagi muxbirlarni oldingi kuni va Sharq Turkiston janubidagi viloyatga opiribdi. Opirib u yerdagi atalmish kasbiy tarbiyalash
nimalarni hammani ko'rishga, ziyorat qilishga ruxsat qildi deb angladik. Ham jiddiy bir xabar hamdi. Buning balkim inkosi bugun va yoki atlatdan bu o'tirib chiqishi mumkin. Ular nimani ko'rdi u yerda borgandan keyin hamda. Endi bir foydali bir vaziyat nima degan vaqtida biz yillardan beri Xitoy bizga hujum qiladi, terrorist, aqchi ko'kchi deb biz o'zimizni aqlaydik. Biz terrorist emas, asl terrorist Xitoy hokimiyati deb. Endi hozir Xitoy bu xalqaro o'zini aqlaydigan bir o'ringa chiqib qoldi-da, bu yaxshi bir uzunish. Voy jazo lageri yo'qdi. Voy men odamni turmaga solmadim, o'tdamidim, qirmadim. O'zini aqlaydigan bir o'ringa chiqib qoldi. Qandaq odam o'zini aqlaydi? Birsi jinoyatchi o'zini aqlaydi. Yani birisi haqsizlik uchragan odam o'zini aqlaydi. Bu Xitoy dal bu oldingi tipga kirdi bu. Jinoyatchi tipga kirdi. Bu o'zining jinoyat qilmishlarini aqlash uchun qo'ldan kelganini qilyapti. Endi inshaalloh buningki bir natija chiqadi. Amerika Avam palatasi ve Kengash palatasi a'zolari tarafidan bu Amerika kongressiga sunilgan ichki qonun loyihasi va Uyg'urlarni qo'llash kishilik huquq qonun loyihasi hamda inshaalloh umumiy ma'qulinib qolar. Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentidan zaten 15 moddalik qaror chiqdi va buningdan keyin faoliyatlarimizni kuchlantirib, Xitoyga nisbatan xalqaro kuchli bir besimni shakllantirib, bu hamma Xitoyni bosh egdiradigan bir vaziyatga keladi deb o'ylaymiz va shuningga ishonamiz. Xo'sh, Ilhom efendim, ko'p avar qildik. Hozir Yaponiyaning vaqti kech soat 12 bo'ldi. Şuna siz ataydan bu keşte avar qilganligimiz uchun sizni o'zir so'raymiz. Inshaalloh siz degan temada bundan keyin Malayziya va bu yerda Indoneziyadagi bu yerdagi Uyg'ur davosining bu yerdagi ta'sir, taraqqiyot ahvoli, kelgusi istiqbol haqida maxsus ayrim bir temada siz bilan bundan keyin yana bir suhbat o'tkazamiz. Sizga tekrar minnatdorligimni, rahmatimni bildiraman. Xayrli oqshomlar tilayman sizga. Ko'p takalluf ketmiz. Bu bizning qilishga tegishli vazifamiz. Xudoyim buyursa, yana qarindoshlarni qalbida mujmal bo'lgan masalalar bo'lsa, har vaqt javob berishga tayyormiz. Rahmat sizga. Xayr xo'sh, rahmat. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi aziz qarindoshlar, sizlarning ko'rayotganlar Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan boshqarilayotgan to'r televiziyasidagi Naq maydon programmasi, bugungi siyosat maydoni suhbat programmasida biz Uyg'ur davosining Yaponiyaga taraqqiyot ahvoli, Tayvan Xitoy masalasi, Tayland turmalarida yetayotgan qarindoshlarimizning ahvoli, shundaqla Malayziya va Indoneziyadagi Uyg'ur davosining taraqqiyot ahvoli, navbat taraqqiyot yuzlanishi haqida Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki Yaponiya va Osiyo Tinch okean Pasifik rayoniga mas'ul alayda vakili Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ilhom Mahmud efendim bilan bir suhbat yapmadık aziz qarindoshlar. Buna 2019-yilga yangi kirdik. Bu yil ninki birlik yili, ittifoqlik yili, qarindoshlik iyi, hamkorlik iyi o'zaro bir-birimizdan bo'lgan so'ygi iyi, yili iyi dedim, yili bo'lishini biz Cenab-ı Allah'tan tilaymiz aziz qarindoshlar. Programımız keyin kirgan qarindoshlarimiz ba'zi Dunyo Uyg'ur qurultiyining ba'zi muhim axborotdan xabarsiz qoldi. Shu qarindoshlarimizga tavsiya qilaman filmni bugungi programmani bir boshdan ko'rsalar, chunki programning bosh qismida biz Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa efendim vakolatan ham qurultiyimizga vakolatan keyingi mezgillarda Turkiyada yuz bergan ba'zi hodisalarga nisbatan Dunyo Uyg'ur qurultiyining rasmiy pozitsiyasini bu yerda men qurultiyimiz vakolatan bildirdim. Onundan bir xabar deb qilinglar aziz qarindoshlar. Birisi bu Ankara'dagi namoyishda Seyitun Türk efendim başladık Uyg'ur namoyishchilarga ko'z yoshartiradigan gaz bombasi va gaz siqish voqeasiga bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining pozitsiyasi va atalmish Vatan Partiyasininki raisi va Xitoyning Kani Zuani shundaqla Xitoydagi bayonotchisi ham advokati bu yerda Doğu Perinçek hem onun boshqarayotgan axborot vositalariniki Seyitun Türk boshlig'idagi bizning siyosiy faoliyatlarimizga qarata yapırayotgan keng ko'lamli biz qoralash tuhmat kampaniyasiga qarata Dunyo Uyg'ur qurultiyining pozitsiyasi, yana shundaqla Ali Akbar Hojim boshlig'idagi Istanbuldan Anqaraga piyoda yurish qilgan va Anqaraga 80 kilometr qolgan yerdan Anqaraga kirgizmay Qizilchamon rayonidan İstanbul'a mecbur qaytarılgan bu hodisaga nisbatan Dunyo Uyg'ur qurultiyining pozitsiyasini biz mushu programmamizning beshida nayt aniq ifoda qildik aziz qarindoshlar. Buningdan bu xabarlar o'qilishini men umid qilaman, iltimos qilaman. Aziz qarindoshlar, shuni bilan bugungi programmamizni
Müşahede akıllaştırmakçımız kela kıtımlık programımızı görüşelim. Görüşküş aman bulun, hayır hoş.